Omonat jonini quyib o'rtaga, ro'zg'orim but bo'lsin deya ertaga. Olislarda ro'zg'or kuyida, mening yaqinimni asragin Alloh. Bu hayotda yashab yuribmizki, har birimizning qalbimizda, hayotimizda muhim o'rin egallaydigan insonlarimiz bor. U insonlar bilan hayot go'zal ekan, Allohim barchalarini o'z panohida asrasin deymiz. Shunday ekan Allohim har birimizning murodimizni hosil, shiringina jonimizni omon qilsin. Assalomu alaykum. Qadrdanda qadri baland qadrdonlarimiz. Ayni damda tinglab borayotganingiz Yaqinlarimga dil izhorim loyihasi. Bugun tavallud kunini nishonlayotganlarni muborakbod etamiz va tabriklarimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Lolaxon onajonim, salomatmisiz? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Sog'misiz, omonmisiz? Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Sog'liklaringiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Onajonim, bugungi shukronali, shodiyonali kuningiz, tavallud ayyomingiz, Allohimga banda, Rasulimizga ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Rahmat sizlarga ham. Hamisha har doim yaqinlaringiz baxtiga, sog' va omon bo'lib yuring-ku, bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yurishingizni, quvonchli, baxtli onlaringiz ko'p va davomli bo'lishini tilakdoshimiz. Rahmat. Bugungi kuningiz, tavallud ayyomingiz munosabati bilan sizga yaqinlarimga dil izhorim loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Hay, rahmat jonim, rahmat sizlarga. Minnatdormiz. Bugungi kuningiz, shukronali ayyomingiz munosabati bilan bizga bir ajoyib maktub, dilnoma yetib kelgan. Qay bir mehriboningiz, qay bir yaqiningizdan deb o'ylaysiz onajon? Qayni singlimdan-da? Ularning baxtiga sog' va omon bo'lib yuring-ku, rohatlarini butun umr rohatlarda ko'rib yuring deymiz. Sizni birozgina ranjitaman, lekin asosiy tabriklovchimiz boshqa inson. Ro'zigul. Onajonim, bugungi shukronali kuningizda sizni ko'p ham qiynamayman, o'zim yordam beraman, maylimi? Mayli. Sizni bizga o'zgacha ta'riflab, tavsiflab bergan ovsiningiz, singlingiz. Baxmal. Voy, opajoningiz Muharram onajonimiz nomlaridan yetib kelgan. Rahmat. Ovsinlarim. Yaqinlari, mehribonlari ko'p. Onajonimga savolning eng qiyinini berib qiynab qo'ydimi? Yo'q. O'zi bilib turibman. Ovsinlarim biza yetib olsin. So'z tegmasin. Bir ozgina vaqtingizni olaman-u, ovsiningizdan kelgan samimiy dil izhorlari bitilgan maktubni o'qib eshitiraman, maylimi? Mayli eshitamiz. Tinglang unda. Mayli eshitaman. Assalomu alaykum. Men uchun juda ham qadrli bo'lgan, qadridan-da baland bo'lgan nur yuzligim, ovsinjonim, har so'zlar ibrat bo'lgan mehribonim, samimiy, oq ko'ngil ovsinjonim. Bugungi shukronali, shodiyonali kuningiz muborak bo'lsin. Sizni, oilangizni, yaqinlarimizning baxtiga doimo sog'-omon bo'lib yuring deyman. Umringiz uzoq, rizqingiz butun bo'lsin. Qilgan barcha mehnatlaringiz, barchasi sizga rohat bo'lsin. Qalbingizda neki istaklaringiz bo'lsa, ijobat bo'lsin deyman. Allohim barchasini kutganingizdan-da ziyoda qilsin. Qalbingizda huzur, halovat, yuzlaringizda esa tabassum doimo bo'lsin. Singiljonim, bizga boqqan mehrli ko'zlaringiz hamisha baxtdan, quvonchdan porlasin. Mehringiz o'zingiz kabi go'zal, qalbingiz kabi cheksiz bo'lsin. Hamisha yonimizda, ardog'imizda bo'ling. Farzandlaringiz, nevaralaringiz ro'yxatlarda ko'rib yurishingizni tilayman. Jigarlar qatoridan xato bo'lmay, quvonchli, shukronali kunlarni birgalikda bir dasturxon atrofida o'tkazishlikni Allohimdan doimo so'rab qolaman. Mening munis ovsinjonim, qalbingiz doimo quvonchga to'lsin. 100 yillik chinorning umrini ko'ring. Shukronali kuningiz muborak bo'lsin. Ukajonim, ko'zingizda o'zlaring ko'rsin. Bir umr yayrasin, siz bilan kulsin.
Bu dunyoda farzandlaringiz rohatin ko'rsin, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Olisdan so'radik Allohdan sizga, yaratganim egam baxtingiz bersin. Uzundan uzoq umrlar ko'ring, shukronali ayyomingiz muborak bo'lsin deya qabul qilar ekansiz opajoningiz ovsiningizdan. Rahmat. Ilohim ovsinimni ham umri uzoq bo'lsin, bachalarim huzurini ko'rsinlar. Ilohim. Katta rahmat, sizlarga ham kattakon rahmat. Tabrik so'zini yetkirganlaringiz uchun. Keling, siz ham mehmonimiz bo'ling. Minnatdormiz. Bugungi shukronali, shodiyonali kuningiz yana bor-bora muborak bo'lsin. Rahmat jonim, rahmat. Keling siz ham. Shuncha tabrik so'zni yetkirganingiz uchun sizga ham tashakkur. Ming rahmat. Minnatdormiz. Salomat bo'ling ilohim. Ilohim siz ham sog' bo'ling, ilohim siz ham 100 yoshdan ziyod umrlarni ko'ring, bundan ham ziyoda bo'lib yuring. Minnatdormiz onajonim. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat jonim, rahmat. Sog' bo'linglar. Qaddingni tik tut ayol, alamlaring yut ayol. Boq bu bir kam dunyoda kimning baxti but ayol. Qaddingni tik tut ayol, alamlaring yut ayol. Boq bu bir kam